Of, Nexia 3 ABS datchigi yonib qolgan. Bunga sabab mana uzilib ketgan. Hop, shuni almashtirib olishimiz kerak. Shuni ulab olsak bo'ladi aslida-yu. Lekin bu duxurlarga tushganda mashina qimlab turadi. Shuning hisobiga buni ulaganimiz foydasi yo'q. Faqat almashtirish kerak. Mana egiluvchi sim bo'ladi o'ziniki. Almashtiradi. Hop, oldi chap taraf. Ko'rinishini yana bir ko'rsatib qo'yaylik. Sim o'ziga qaraganda bo'lt teshigi o'ng tarafda bo'lar ekan. Hop, shuni qo'yamiz. Bo'lt qaniydi? 5 lik 6 grammni. Mana shuni обязательно qo'yishimiz kerak, shart. Qo'ymasak sim ishqalanib uzilish oqibatga qo'yadi. Qo'yish tartibi o'ta muhim. Hop, birinchi pastdan ichki tomondan orqa tarafga, pastdan tepib, bu tarafga o'tdi. Qattiqroq tortsak, steker. Aslida tepaga tortib chiqarish kerak-ku. Bizga shunisi qulay bo'lgancha pastdan qilib qo'yamiz. Rezinkasini joyiga tushirib qo'ysak, salon motor ichiga suv kamroq sachraydi. Hop. ABS datchik yondi. Ana o'shda ABS datchik yonib qolayotgandi. Bo'ldi. Shu oddiy ishlar. Bu ABS datchik ishlamasa, tormoz vaqti usholmay qoladi. Sog' bo'linglar.